Toshkent Atirau o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muntazam aviaqatnov ochiladi. Atirau shahrida o'tkazilgan muzokaralarda Uzbekistan Airways va mahalliy hokimiyat vakillari ishtirokida Toshkent Atirau yo'nalishi bo'yicha yangi to'g'ridan-to'g'ri muntazam reysni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvga erishildi. Atirau shahrida O'zbekiston bosh konsulxonasi diplomatlari, Uzbekistan Airways kompaniyasi vakili hamda Atirau viloyati hokimi o'rinbosari Qayrat Nurtayev o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralarda viloyatning yo'lovchi transporti, turizm va investitsiyalar boshqarmalari vakillari ham qatnashib, qaro aviatsiyasi sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini muhokama qilgan. Uchrashuvda O'zbekiston hududlari va Atirau viloyati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovining yo'lga qo'yilishi, ikki mamlakat o'rtasidagi turistik, madaniy va ishbilarmonlik aloqalarini faollashtirishi alohida ta'kidlangan. Shuningdek, mahalliy hokimiyat yangi aviareyslarni ochishga doir tashkiliy masalalarni hal etish va loyihani amaliyotga tatbiq etishda har tomonlama ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirgan. Muzokaralar yakunida Toshkent Atirau yo'nalishi bo'yicha yangi muntazam reysni ochish, shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida turistik hamda gumanitar aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan qo'shma tadbirlarni o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilindi.